Asalchalarim, endi sizlar ham bemalol shunaqa oilani maqtovlarini eshitib, duolarini olib, shunaqa shiringina, mazaligina bulchka pishirib bersanglar bo'ladi. Shunaqa oson sinabonni xamirining retseptidan tayyorlaysizlar. Hadeb zakaz qilmasdan bir marta bo'lsa ham pishirib ko'ringlar. Men bir marta pishirganimda o'xshadi. Juda ham mazali, sochni bo'lib chiqdi. Oxirigacha videoni ko'ringlar. Iliqqina bo'lgan sutimizdan ham savolamiz. 80 gram yog' eritib savordim qizlar. Ikkita tuxumni ham chaqib boramiz. Har doimgidek shakar, dro'ja, yana nima edi? Tuz, bir qoshiq bilan aralashtirib yuborganman ichiga yetarlicha oldindan aylangan un. Xamirimiz ham tayyor. Oshirishga olib qo'yamiz paketga o'rab. Menga eng yoqadigan joyi shu joyi. Shunaqa zo'r pishni bo'lib chiqadi, yumshoqqina. Xamirimizni 5 ta bo'lakka bo'lib olamiz. Ketma-ket har bittasini yoyib chiqamiz. Ichiga surib chiqadigan chinkamizni tayyorlaymiz. Ozgina sariyog', shakar, kakao. Yong'oq sovursanglar ham bo'ladi, tabiiylarga qarab. Tayyor bo'lgan xamirimizni shunaqa kesib olamiz. Har bittasini jufti bilan kesib, gulcha shakliga keltiramiz va ustlari qizarib chiqquncha duxovkaga yuboramiz. Ustiga sinabonni kremi va shunaqa yong'oq bilan bezatamiz.